Assalomu alaykum. Bugun bir ajoyib joydan syomka qilyapmiz. Bu Galata porti. Juda qiziq port. Bu yerdan dengiz sayohatga chiqadigan katta kemalar shu portdan yo'lga chiqadi. Bu kemalarga nazar tashlagan payting birdaniga bu hayotda yashash oson emasligini yana bir tushunib qolasan. Chunki insonlar bu yerga sayohat qilgani keladi, ularni ko'rib insonlar havas qiladi. Ular ham shu kemalarga mingisi keladi, uzoq joylarga safar qilgisi keladi. Ya'ni insonlar o'zlari yani istaydigan bir qanaqa orzu havaslar, boshqa narsani o'ylab topishga majbur. Bu hayotda yashayotgan insonlar, ya'ni bu hayotni murod maqsadlarini ko'zga olayotgan insonlar ko'pincha mana shu joyda juda katta xatoga yo'l qo'yishadilar. Chunki bu hayotni vaqtinchaligini, o'yinligini Alloh taolo aytib o'tib ketgan. Bunga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Bu hayotga aldanib qolmaslik kerak. Hayotga aldanib qolishning yo'llari juda ham ko'p. Mana hozir mana bu yerda bir qancha bolalar keldi ota-onalari bilan, juda ham katta miqdorda deylik. Ana o'shalarni shu yerda yugurib, yelib, xursand bo'lib yurganini ko'rib ota-onalar ham xursand, boshqalar ham xursand. Lekin bunday parklarga olib chiqish, boshqa qilish, bular ham insonlardan vaqt talab qiladi, mablag' talab qiladi. Xullas kalom o'sha uydagilaringdan dushmanlaring bor deganda albatta ularni to'g'ridan to'g'ri dushman emas. Mana shunday bu hayotga qiziqib qolish, bu hayotga bog'lanib qolishni nazarda tutiladi. Bolalar ham insonlarni ma'lum bir intilishlarini belgilab beradi. Ya'ni masalan hayotda o'sha puli ko'p bo'lishini, har istagan narsasini bolasiga olib bera olishini yoki istagan joyga olib chiqa olishini, istagan narsasini yedira olishini, mana shunday narsalar insonlarni juda ham uzoq joyga olib ketib qolishi mumkin. Hayot o'tkinchidir. Men bu yerga mana 25 yildan ortiq kelib ketaman. Mana shu oldingi kelganimdan keyin ham bu yerda o'zgarishlar bor. O'sha o'zgarishlarga qarab tushunasanki, hamma narsa borgan sari ko'proq pul ishlash uchun qilinyapti. Ya'ni o'sha shu yerga keladigan odamlar shu pulni, bir so'm pulini xarajatlab o'z ishlarini, ya'ni o'zlarini mazza qilishlari uchun, ya'ni bu dunyoda istagan o'sha narsalarni topish uchun hamma imkoniyatlar yaratib berilyapti. Mana endi shularni hisobga olganimizda biroz to'xtatib turamiz. Hozir to'xtatishga majbur bo'ldik. O'sha aytgan kemalarga ketayotganlar hozir juda ko'p kelishyapti. Bu yerda ozroq yoshi kattalarga joy berishga to'g'ri kelib qoldi. E'tibor qilganim bo'ldiki, bu sayohatga chiqayotganlarni ko'pchiligi yoshi kattalar. Mana masalan menimcha ota-onalari ham chiqqan, masalan qizi bilan chiqqan, qizi 50 yoshda, onasi 70 falon. Xullas kalom, mana insonlarni intilaman desa, intiladigan joyi ko'p. Albatta, insonlarga yaxshi yashashni, chiroyli yashashni taqiqlab bo'lmaydi. Ammo bunda juda ham katta xavf borligini esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Alloh taolo insonlar uchun ma'lum bir hududlarni belgilagan. Nima bo'lsa inson Allohdan rozi bo'lishi kerak. Ikkita narsa muayyan aytib o'tiladi. Bu yeydigan ovqati bo'lsa va kiyadigan kiyimi bo'lsa. Insonlarni uy joyi bo'lishi kerak, mashinasi bo'lishi kerak, boshqasi bo'lishi kerak degan mana bunday moddiy narsalar tilga olinmagan. Albatta bu paytlar bu narsalar bo'lmagandir deyishingiz mumkin, lekin unday emas. U paytlar ham uy joylar bo'lgan, ot ulovlar, arabalar bo'lgan, hozirgi mashinalarning o'rniga deylik, kemalar ham bo'lgan, hamma narsa bo'lgan.
Shuning uchun endi biz shu narsalar haqida gapirayotganimizda bilishimiz kerakki, dunyoda insonlarning ehtiyojini cheklash kerak. Ya'ni inson o'zi albatta cheklashi kerak, majburlash bilan ish bitmaydi. Ha, biz yana biroz uzilishga to'g'ri keldi. Hayot davom etadi. Qisqartirib aytganda, bu hayotga allanib qolish kerak emas. Albatta insonlar yaxshi yashashni istashadi, bunda ayb yo'q. Lekin bu narsalarni hamma kuzatib borish kerak. Bu dunyoda bu dunyoni o'tkinchiligini, kelajak dunyo borligini, oxirat borligini unutib qo'ymaslik kerak. Mana shu haqda bugun qisqagina video olish niyatim bor edi. Bilmadim qanchalik qisqa bo'ldi. Ammo menimcha kerak narsalar aytildi. Yana biroz qo'shimcha qilayin. Bu dunyoga qiziqish bolalarga yoshlikdan singdirib boriladi. Bu juda ham xavfli narsa. Ko'p insonlar faqat pul degan narsaga mutlaq qul bo'lib qolgan. Mana bu juda ham yomon narsa. Insonlar o'ylaydiki, pulim ko'p bo'lsa hamma narsa, o'zimizda maqol ham borki, puling bo'lsa cho'ntakda sho'rva deb. Ya'ni inson puli bo'lsa hamma narsaga qodirman deb o'ylaydi. Lekin mana hozir bir shu kemaga ketadigan odamni bir ko'rdim, ayol kishi. Bechora bir oy qolganda kasal bo'lib qolibdi. Oyoqlari deyarli yurolmay qolgan. Ba'zir ketyapti, lekin puli kuygan, shu kemaga minishga majbur. Uyda yotsa ham bo'lardi, ammo qiynalib qolsa ham shu kemaga qarab kelyapti. Mana shunaqa holatlar ham bo'ladi. Ya'ni inson o'sha payg'ambarlarimiz aytib o'tgandek, inson hayoti mobaynida yaxshi yashashni umid qilib, pul yig'ib, bechora nochorlardan o'zini olib qochib pul yig'adi-yu, lekin undan foydalana olmaydi. Bu juda ham katta baxtsizlik. Va bunday baxtsizlik juda ko'p kuzatiladigan narsa. Shuning uchun ehtiyot bo'lingizlar. Pullar keladi, ketadi. Alloh aytganki, boylik qushday bir gap, keladi, uchib ketadi. Albatta qashshoqlikni ham istash yaxshi emas, chunki bu payg'ambarlarimizning iltijolarida ham bor. Meni qashshoq qilmagin, o'g'irlik qilib qo'ymayin, seni nomingni behuda tilga olmayin deydi. Boylik ham berma deydi. Boylik ko'payib ketib, Alloh kim deb yubormayin deydi. Chunki inson o'zini qandaydir boshqacha his qiladi. Imkoniyatlari cheksizdek tuyuladi. Lekin inson tirik jon bo'lgandan keyin uni hamma muammolarini pul hal qilib bera olmaydi. Mana shu o'sha hozirgi meditsina rivojlangan, pullarim bilan o'zimni sog'lig'imni ham to'g'irlab qo'yaman degan narsalar ham xato. Chunki qancha odamlar o'sha qancha puli bo'lishidan qat'iy nazar baribir bu dunyoda abadiy qola olmaydilar. Hayot esa juda tez o'tib ketadi. Shuning uchun bu dunyoda yaxshilik yig'ishga harakat qilish kerak. Albatta bu insonlarga oddiy tuyulishi mumkin, bunday gapiradi, o'zi unday yashamasa kerak. Chunki insonlar bunaqa yasholmaydi. Boshqalarni o'ylab qanday qilib o'zingni o'ylamasliging kerak. Birinchi o'rinda biz o'shanaqa yashash bilan aynan o'zimizni o'ylaymiz. Ya'ni o'zimizni shu jannatga tushishimizni, oxiratimizni obod bo'lishini o'ylaymiz. Menimcha bu eng muhimi. Ya'ni biz o'zimiz uchun eng foydali bo'lgan ishlarni qilamiz. Birovlarni o'ylamaslik esa biz uchun zarar keltiradigan narsadir. So'nggi nonimizni ham birov bilan bo'lashib yeyotgan bo'lsak, Alloh bularni hammasini ko'rib turibdi va ularga ming qat o'zining barakalarini yog'diradi. Bu narsani unutmaslik kerak. Shu joyda mayli, hali biz suhbatlarimiz davom etadi deb o'ylayman. Hali biz bu narsalarga yana qaytishimiz mumkin. Alloh rozi bo'lsin suhbatlarimizdan. Ko'rganlarga Alloh baraka bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.